2023-yilda dunyoning eng qimmat 10 ta futbolchilari qaysilar? Tomosha qilishga tayyormisiz? Unda boshladik. 10-o'rin Declan Rice. 2023-yilgi mavsum Arsenal jamoasiga kelib qo'shilgan 24 yoshli angliyalik futbolchining transfer narxi hozir osmon. Chunki Declan Rice Arsenal tarkibida o'zi uchun yuklatilgan vazifalarni qoniqarli bajarmoqda. Ayni paytda futbolchining bozor narxi 110 million yevro. 9-o'rin Viktor Osimhen. O'tgan mavsum Napoli jamoasi tarkibida markaziy hujumni yondirib yuborgan Osimhen o'z transfer narxining sezilarli ko'tarilishiga sababchi bo'ldi. Ammo joriy mavsum futbolchida pasayishlar kuzatilmoqda. Shuning uchun ham Osimhenning transfer narxi 110 million yevroni tashkil etadi. Agar Osimhen Napoli bilan yana chempionlikni qo'lga kirita olmasa, ro'yxatda ko'rinmay qolishi mumkin. 8-o'rin Lautaro Martinez. Argentina termasi va Inter jamoasi markaziy hujumchisi Lautaro Martinez 110 million yevrolik narx bilan 8-o'rindan joy oldi. Martinez joriy mavsum maydonga tushgan barcha o'yinlarda gol urmoqda. Qolaversa, UEFA Chempionlar Ligasidagi o'tgan mavsum ishtiroki uning transfer narxini sezilarli darajada ko'tarib yubordi. Eng muhimi, futbolchi Inter jamoasi hujum chizig'idan mustahkam o'rin olgan. 7-o'rin Phil Foden. O'tgan yili Manchester City bilan treble qayd etgan 23 yoshli futbolchi allaqachon 12 ta sovrinni qo'lga kiritdi. Manchester City murabbiyi Pep Guardiolaning katta ishonchi esa Fodenni Angliya va Yevropada juda mashhur qildi. Hozir Fodenning transfer narxi 110 million yevro. 6-o'rin Jamal Musiala. Bavariya jamoasining umidli yosh futbolchisi uchun talablar katta. Qolaversa, Musiala Bavariya tarkibining ajralmas qismiga aylangan. Jamal hozir dunyoning eng yaxshi yosh futbolchilaridan biri. Shunday ekan, qaysidir jamoa Musialani sotib olishni xohlasa, transfer uchun 110 million yevro sarflash kerak. 5-o'rin Bukayo Saka. O'tgan mavsum Angliya Premier Ligasining eng yaxshi futbolchilaridan biri bo'lgan Arsenal hujumchisi Bukayo Saka ayni paytda jamoaning eng qimmat futbolchisi. Saka Angliya terma jamoasida ham asosiy futbolchilardan biri hisoblanadi. Uning hozir transfer narxi 120 million yevro. 4-o'rin Vinicius Junior. Real Madrid jamoasi safida qadam-qadam rivojlanayotgan braziliyalik 23 yoshli Vinicius Junior turli mavzular bilan muxlislar muhokamasi ostida. So'nggi yangilanish hisobiga ko'ra, uning transfer narxi 150 million yevroni tashkil qiladi. Ammo yaqin yillar ichida hech qaysi jamoa Viniciusni o'z safiga qo'shib ola olmaydi. Chunki Real Madrid Vinicius uchun 1 milliard yevro Kylian Mbappe, fransiyalik iqtidorli hujumchi hali ham Paris Saint-Germain jamoasida ekanligiga qaramasdan kuchli uchlikdan o'rin egallamoqda. Chunki Mbappe transferi uchun Real Madrid hozir ham asosiy nomzod. Shunday ekan, Kylian Mbappe kelajagi uchun katta qarorlarni qabul qilmasa, yangilanishdan keyin kuchli beshlikdan ham tushib ketishi mumkin. Hozir Kylianning bozor narxi 180 million yevro. 2-o'rin Erling Haaland. 2022-yil Manchester City bilan ishtirok etgan barcha musobaqalarda chempion bo'lgan Haalandning transfer narxi hozir 180 million yevro. Chunki Haaland Angliya jamoasida ilk mavsumni dahshatli o'tkazdi. Qolaversa, APLdagi ko'plab rekordlarni yangilab yubordi. Haaland Mbappega nisbatan yoshroq, qolaversa uning jamoasining ham imkoniyatlari yuqori. Joriy mavsum ham Haaland oldida bir necha sovrinlarni ko'radigan bo'lsak, uning narxi hali pasaymaydi. 5-o'rin Jude Bellingham. 2023-yil Real Madrid jamoasiga katta to'lov orqali kelib qo'shilgan 20 yoshli angliyalik hujumkor yarim himoyachi debyut mavsumida Real Madridni juda ko'p marta qutqardi. Uning so'nggi El Clasicoda urgan goli hali ham esimizda. Bellinghamning jahon chempionatidan so'ng narxi 120 million yevroga ko'tarilgan edi. Ispaniyadagi superstardan keyin esa uning hozirgi bozor narxi 180 million yevroga aylandi. Eng qiziqarlisi, Jude Bellingham yangi jamoasi bilan hozirchalik hech qanday sovrin yuta olgani yo'q. Ammo Chempionlar Ligasida Mbappe va Haaland uchun yangi raqib bor. U Jude Bellingham. Do'stlar, videorolik sizlarga yoqdimi? Unday bo'lsa, layklaringizni ayamang. Bizning maqsadimiz bahor fasligacha 30 mingta obunachi bo'lish. Shunday ekan, iltimos kanalga obuna bo'ling. Yangi videolar uchun takliflaringizni yoki fikrlaringizni kommentariyada yozib ketishni unutmang.
Tomosha uchun katta rahmat.